Radiator sotayotganda bizda doimiy bo'ladigan savol, panelli radiator ko'proq issiqlik beradimi yoki qo'rg'ali radiatormi yoki vnutripolniy konvektorli ko'proq issiqlik beradimi deymiz. Asosiy masala qaysi biri issiqlik ko'proq berishida emas, asosiy masala kam bersa ham, ko'p bersa ham shu issiqlik qayerdan chiqib kelyapti. Qayerdan kelyapti, nimaga baland, nimaga past, nimaga ko'p yoki nimaga kam. Buni hammasini o'zining ilmiy asosi bor. Bu ilmiy asoslarimiz, конечно, bu formulaga taqaladi. Xuddi shu formulani bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu formulani o'rganib olgandan keyin bemalol qo'rqmasdan har bitta radiator pasportiga shundoq qarab, mana bu radiator mancha vatt issiqlik beradi, bunisi bo'lsa mancha beradi deb bemalol hisob-kitob qilib, butun umr bu hisob-kitobdan foydalanib yursanglar bo'ladi. Bu hisob-kitobni Royal Thermo radiatorlarini Revolution Bimetal modellarida ko'rib chiqamiz. Pastda mana rasm qo'yib ketamiz. Bu yerda sizlar ko'rishingiz mumkinki, zavod tomonidan radiatorning har bitta qovurg'asi 160 vatt issiqlik beradi deb yozib qo'ygan. Endi bu haqiqatda xuddi shu issiqlik beradimi? O'zbekiston sharoitida ham xuddi shu issiqlik chiqib keladimi? Orqadagi formulalarda hozirlarga bittalab tushuntirib beraman. Xo'p, bu hisob-kitobni chiqarishimiz uchun bizga formula kerak bo'ladi. Formulani biz ikkiga bo'lib olamiz. Birinchi etapda delta t ni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Delta t qanaqa aniqlanadi? Formulada temperatura podacha, ya'ni issiqlik kelayotgan harorati va qaytayotgan temperatura обратка deymiz. Bir-biriga qo'shib uni ikkiga bo'lamiz va xona haroratini undan ayirib olamiz. Xuddi shu formulaga asosan delta t ni radiatorlarimizdan pasportda ko'rishimiz mumkinki, temperatura podachani 95 gradus deb olgan. Обраткасini bo'lsa 85 gradus deb olyapti, poteriyaga 10 gradus deb hisoblayapti. Endi 95 ga 85 podacha va обраткani qo'shganimizdan keyin uni ikkiga bo'ladigan bo'lsak, undan bizga 20 gradus olishimiz kerak bo'ladi. Rossiyada ham, O'zbekistonda ham umumiy inson tanasi uchun qulay haroratni biz 20 gradus deb olamiz. Xuddi shu 20 gradus qo'yadigan bo'lsak, 95 ga 85 180 bo'ladi. Bo'lamiz 2 ga 90. 90 dan 20 ni oladigan bo'lsak, delta t 70 ga teng deb radiator pasportida ko'rsatyapti. Ikkinchi qismiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi qismida haqiqiy radiator quvvatini bizga chiqarib beradi bu formulamiz. Formulaga yuzlanadigan bo'lsak, bu yerda aytayaptiki, agar quvvat haqiqiysini topmoqchi bo'lsang, quvvat haqiqiy teng quvvat nominalni ko'paytiramiz. Temperatura haqiqiy deymiz, ya'ni haqiqiy bizda kelib chiqqan temperatura va radiatorimizning pasportida ko'rsatgan temperaturani bir-biriga bo'lib turib, har bitta radiatorlarga qo'shimcha beriladigan koeffitsient 1/3 ga teng bo'ladi. Xuddi shu koeffitsiyentni berib, hisob-kitoblarimizni chiqarib olamiz. Quvvat haqiqiy bizda necha? 160. Radiatorimizda 160 vatt deb berib qo'ygan har bitta qovurg'ani. Xuddi o'sha hozir hisob-kitobda chiqarganimizni delta t nominalni ham, haqiqiyni ham 70 gradus deb olamiz. Chunki biz hozir misol tariqasida ko'rayotgan radiatorimizning hisobini chiqaryapmiz. Uni ham 70 gradus, buni ham 70 gradus deb olamiz. Ya'ni temperatura haqiqiy va temperatura nominalni 70 deb olamiz. 70 ga bo'ladigan bo'lsak 1 ga teng va unga qo'shimcha koeffitsient 1/3 beradigan bo'lsak, u ham 1 ga teng bo'ladi. Qanaqa 1 ga teng bo'lishini pastda kalkulyatorda ko'rsatib qo'yamiz, qanaqa hisoblanishini. Endi buni 1/3 koeffitsiyentni qanaqa beramiz deydigan bo'lsak, hozir sizlarga quyida ko'rsatib ketamiz. 45 ni bo'lasiz 70 ga va x, y yordamida qo'shimcha koeffitsiyentimizni beramiz 1/3. Shunda bu ko'rsatkich bizda 0,56 ga teng bo'ladi. 1 ga teng bo'lgandan keyin 160 ni ko'paytiramiz 1 ga. Bu yerdan kelib chiqqan 1 ga. 160 ni 1 ga ko'paytirsak, yana 160 vatt ko'rsatkich bizga kelib chiqyapti. Shu asosida zavod aytayaptiki, har bitta qovurg'amizga 160 vatt issiqlik beradi deb bizga ko'rsatgan. Endi eng qiziq joyi kelyapmiz. Xuddi shu delta t ni biz aniqlab olishimiz kerak O'zbekiston sharoitida necha gradusga tengligini. Tepada biz ko'rdikki, delta t radiatorlarimizning pasportida 70 ga tengni belgilagan edi. Endi xuddi shu formula asosida delta t barobar temperatura podachamizni 75 deb olamiz. Nimaga? O'zbekistonda aksar holatda duokonturni, adnokonturni hozirgi zamonaviy kotellardan foydalanyapmiz. Bu kotellarimiz esa suvni eng baland 75 deb beradi deb olamiz. To'g'ri 80 deb aytishingiz mumkin, pasportda 80 deb ko'rsatgan deb, lekin issiqlik kelib chiqib, poteriyasini hisob bilan 75 deb olamiz. Podacha bizda 75 va sistemani aylanib qaytadigan issiqlik haroratini biz poteriyaga 20 gradus deb olamiz doim. Ya'ni podacha bilan berilgan haroratdan qaytib kelayotgan harorat 55 ga teng deb olamiz. 75 ga 55 qo'shadigan bo'lsak 130 ga teng bo'ladi. Boramiz 2 ga 65. 65 dan xona haroratini 20 gradus deb olganmiz, 45 ga teng bo'ladi.
Ya'ni O'zbekiston sharoitida bizning xonadonlarimizda hisob kitobimiz bo'yicha delta T 70 ga emas 45 ga teng. Endi 45 ga teng bo'lgan delta T asosida radiatorlarimiz necha gradus issiqlik berishini hosila bilan aniqini chiqarib olamiz. Xo'p, biza haqiqiy quvvatni topishimiz kerak. Haqiqiy quvvatni topishimiz uchun yana mana bu formulaga yuzlanyapmiz. Bu formulamizda aytayotdiki, haqiqiy quvvat teng nominal quvvatni yozamiz. Nominal degan doim bilamizki, agar bitta ko'rsatkich, ya'ni mahsulotda pasportida ko'rsatilgan raqamlarni ko'rsatkichlarni biz doim nominal deb olamiz. Ya'ni pasportda bergan haqiqiy ko'rsatkichlar. Quvvatini 160 watt beradi deb yozgan har bitta seksiyani, ya'ni qovurg'ani. Ko'paytiramiz. Qovurg'a ichida temperatura haqiqiy, temperatura nominal degan joyimizda temperatura haqiqiy bizda ya'ni delta T haqiqiy, delta T nominal degan joyga qo'yadigan bo'lsak, delta T haqiqiyimiz bizda 45 chiqdi, 70 emas. O'shaning uchun 45. O'zbekiston sharoitida delta T ni yozamiz. Delta T nominal pasportda ko'rsatgan delta T 70 ga teng edi. 45 ni bo'lamiz 70 ga va qo'shimcha beradigan koeffitsiyentimiz 1/3. 45 ni bo'lasiz 70 ga va x y yordamida shu nuqtani tugmachani bostirib 1/3 koeffitsiyenti unga beramiz. U koeffitsiyenti bunga beradigan bo'lsak 0,56 bo'lib chiqadi. 160 ni ko'paytiramiz 0,56 ga barobar 90, ya'ni 90 wattga teng. O'zbekiston sharoitida xuddi shu formulamiz ko'rsatyaptiki, Royal Thermo Revolution bimetal radiatorlari 160 watt emas, 90 watt issiqlik beradi. Xuddi shu formula asosida endi siz panelli radiatorni ham hisoblashingiz mumkin. Alyumin boshqa qovurg'ali radiatorlarni ham hisoblashingiz mumkin. Yangi zamonaviy внутрипольный konvektorlar deysizmi? Hamma narsani faqatgina xuddi shu formula asosida hisoblaysiz. Shunda aniq, tiniq O'zbekiston sharoitida o'rnatganingizda qancha issiqlik berishi 100% kelib chiqadi. Shuning uchun bugundan boshlab mana bu yaxshi beradi, bu yomon beradi, buniki past, buni baland demaymiz. Iste'molchilar uchun xuddi shu formula asosida hisob-kitob qilib, aniq, tiniq qilib raqamlarni chiqarib beramiz.